Assalomu alaykum. Nurmat Imomov yana sizlar bilan navbatdagi she'rimni e'tiborlaringizga havola etaman. Bu dunyoning hammamiz mehmonimiz. Alloh uchun omonatdir jonimiz. Yorug' olamni do'st ko'rgan onimiz, qaychi sari qadam tashlayveramiz. O'taverar kunlarimiz shamolday shoshib, borgaydirmiz sekin dovonlar oshib, yerni talashib, dunyo talashib, qaychi sari qadam tashlayveramiz. Dunyo do'stim shunday yaralgan asli, sezmayin qolarkan odam zot nasli, boraverib o'zgarib umrning fasli, qaytish sari qadam tashlayveramiz. Nur Muhammad nechun katta ketamiz, nimaga erishib nega yetamiz, turmas to'xtab axir umr netamiz, qaytish sari qadam tashlayveramiz. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.